Xullas, Hogwarts direktori Dumbledore Tailandga dam olishga ketgani uchun vaqtinchalik direktor men bo'lib turaman. Yo, eshtinglar, zo'r yangiligim bor. Hogwartsga o'zbek kino legendasi Ahad Qayum kelyapti. Kino olmoqchi, tushunyapsizlarmi? Kino olmoqchi. Qoyil. Hozir. Nima deb o'ylaysan, nima ichyapti? Bilmadim, lekin olma sharbati emasligi aniq. Menga ssenariyni tashab berishdi. Ssenariy vobshe zo'r. Kinoning nomi undan ham zo'r. Hogwartsda qiynalgan kelin. Qani? Menga bu yoqmayapti. Ssenariyni eng zo'r joyini aytib beraman. Germiona supurgilar xonasi turadi. Shu payt Harry Potter kirib keladi. Germionaga qarab, Germiona, kecha supurgilar 7 ta edi. 6 ta bo'lib qopdimi deydi. Xullas, zo'r joyni aytib bermaysizlarga, qiziq qolmaydi, tushunyapsizlarmi? Agar kim kinoda tushmoqchi bo'lsa, kommentariyga plus belgisini qoldirib, men belgicha chiqqan bilasizlarmi hozir? O'shani qoldirib bosib ketinglar, tushundinglarmi? Ko'rinyaptimi? Ko'rinyaptimi? Hammaga qarshi bor aytmang shu narsani. Bosinglar, o'lib qolmaysizlar.